Rossiyada sendvichli arxitekturalar nimadan bo'lgan, tashqarisi nimadan ishlangan. Единственный производитель панелей без асбеста в странах СНГ, краски и ламинации. Специальные технологии проверяют, продукция свободно используется в строительстве и государственных проектах. Shuning uchun ularda shunaqa muammo paydo bo'lishi boshlaydi. Albatta, qurilishda birinchi masala bu smeta bo'ladi. Afzal tomoni bor desa, nima ajratadi bu panelimizni? Bular yaxshi narsa chiqarsa bo'ladi. Har ochiq demak, o'shanga ular boshqa narsa ham qo'shib sotishyaptimi yo bu panellar qadimiy ekranlar o'zgartirgan payti bo'lib ustidan va fasadda bo'ladigan barcha muammolarga yechim bo'lib qilinadi. Ekoplit fluoro mahsulotimiz eng premium segment. Standartlarga javob beradi. Tojikistonda Dushanbe shahrida Aloqa vazirligi binosi so'xli montajda kafellarda boshqa taklif qiladigan narsa o'sha shiroki formatni Korxonalarning anaqasi bilan tajribasi bilan uzoqlarga bormadik. Uzoq Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston ekologik toza buni o'rganib chiqdim. Men buni bekorga aytayotganimda xonalarda ham qo'llash mumkin. javob shundaki, oddiy plita bo'lgan. Zetga bazar. Hozir mana yana bitta taklif bor, ekoplitga yangi mahsulotlar bor, yangi trendga kelyapti hozir.